Men hozir bazamizga keldim. Texnikaning bazasiga. Turganda tayyorgarlik, kombaynlarni tayyorgarlik mana shu yerda bizlarda 30 ga yaqin kombaynimiz bor. Mana bittasining motorini yangi teribdi, ishlatyapti. Motori qo'yilgan. Mana ikkalasida motoristlar motorga qo'ygan. Mana remont, sezonni remont ketyapti. 30 ta kombayn. Bazaniki o'zi mana shu bizlarga qarashli 30 ming gektar yer maydonida qoldiğinde kombaynlari. Motor ishlayapti. Kombayn motori joyida ishlayapti.